İmam Azam rahmetullahi alayh ayvay bu taqva insan bo'lgan. Taqvalığı uçuncalık bo'lgan bir aytilgan var. İmam Azam rahmetullahi'nin tizesi, iki tizesi, töğünün tizesi de olup çor belap qalgan ekan. Emne üçün deydi? Sajdada ko'p bo'lganligi uchun. Şoncha namoz o'qigan ekan, shu iki tizesi töğünün tizesi çor bo'lib qatib qolgan ekan. Mana bunun taqvalığı. Inchalik inson bo'lgan. Mana İmam Azam rahmetullahi alayh 1000 Qur'on xatm qilgan ekan. 1000 yo'l Qur'onni xatm qilgan ekan. Qaysi vaqtda bir masalani ijtihod qilib, izillab, tapmay şonu yaxshi turatini chiqarilmay qolgan vaqtida, oyatdan, hadisdan qarab tapmay qolgan vaqtida bir Qur'onni 40 yo'l xatm qilib duo qiladi ekan. Shunda Alloh subhanahu va taolo uning yuragini shol haqiqatni bildirib qo'yadi ekanda. Tapmagan masalasına, tapmagan ijtihadına 40 yolu Kur'an'da xatm qilgan. Bunun taqvalığı shunchalik bamdod namozini tarat olib, o'sha tarat bilan Qur'onni o'qiydi ekan. Bunun taqvalığı. Bamdodda tarat olgan bo'lsa, Qur'onni o'qigan tarat oladi ekan. Shunchalik bu bir yo'lida elga o'xshab putini cho'yib, rahat demalgan emas ekan. Qachon bo'lsa, shu qada o'tirganda o'tiradi ekan. Bir yo'li da putini cho'zib, bir rahatlanib demalgan emas. Bunun bir taqvalığı Peygamberimiz ravzasini 52 yo'l ziyorat qilgan ekan. 52 yo'li. Qaysi vaqtida Madinaga jo'naganda at bilan kelaytib, Peygamber sallallohu alayhi vasallamning ravzasining şol ko'ringan yerda atdan tushib, atni jetilib boradi ekan ziyoratga. Qana qaytganda da o'shunday atdan tushib, Peygamberimizning ravzasi muddati ko'rinmay qolguncha orqasi bilan ketib, anan atga minadi ekan. Mana bu ishning taqvalığı. Bir taqvalığı egerде Madina-i Munavvaraga barib, Makka-i Mukarramaga barib tarat atadigan bo'lsa, tarat sotadigan bo'lsa, shu Madinadan chiqib, Peygamberning ravzasi ko'rinmay qolgan yerga chegin borib, ana shu yerdan tarat sotib, anan kelib turadi ekan. Peygamberning bosgan yerlariga men tarat sotmayman deb. Mana bu İmam Azam rahmetullahi alayh bu shunday taqvo inson bo'lgan. İmam Azam rahmetullahi'nin birişenligi, onun akıllığı, taqvalığı şunchalik. Bir gün bir şagirdleri dünyadan qaytish qildi deydi. O'shaning janozasida vardı. Kun issiq edi. Janoza bo'lguncha kutib qoldilar deydi. Şol shagirdining qo'shnisi var ekan, tamının ko'lako'si var ekan. Uyning tamının ko'lako'si. Shunda ey musulmonlarning imomı kun isib ketdi. Mana bu ko'lako'ga o'tirmaysiz desa aytgan ekan. Ko'lako'ga o'tiramgo, bu qo'shni menen qarzar degan ekan. Menen qarz olgan. Agar men bunun uyning ko'lako'sidan foydalanib qolsam, menga ribo bo'ladi degan ekan. Shuning uchun kitoblarda aytadi, bir adam senen qarz olgan bo'lsa, o'sha adam tush keraksa, ne yo'ldan chiqib ko'rinmay tur deydi. Nima uchun? O qarzlar seni ko'rib uchrab qolganda, o'zinchi bo'lib ketsa, boshqa bo'lib ketadi, qarzini berilmaydirim deb. Ikkinchidan, o'sha adam o'zingni xos uyiga chaqirsa, borib tamoq yeb deydi. Nima uchun? Sen anan otidan qarzlar, o'sha qarzlarning qadridan sana tamoq chayib o'tadi. Sen shu o'zingning qarzingni haqidan yegan bo'lasan deydi, foydasidan. Omavi chaqirsa, bor deydi. Biz bo'lsa, birovga bir ko'rak berib qo'ysak, aqcha, ana mashinasi bo'lsa chaqirtamiz. Aka, meni parijga olib kelchi. O bayqo seni $1000 qarzlar. Ayla yo'q, mashinasini haydab keladi, benzin quyib seni parijga olib keladi. Bu ribo bo'ldi bu. Sen shu bayağı qarzingning foydasini ko'rib o'tasan. Yana shu qarz olgan kishining mulkidan foydalanishlikda ribo deb İmam Azam rahmetullahi alayh o'shol qarzdor kishining uyining ko'lako'sidan da foydalangan emas ekan. Mana bu kishining taqvoliq o'sha yerga tegin.
Müzik